Necha yildan beri o'zingiz sport bilan shug'ullanasiz? 20 yildan beri. Ustozlik qilishni boshlaganingizga necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. Xo'p, Niginaxon, ota-onalar farzandini sizga bersa, qancha muddat ichida bolada shu sportga qiziqish bo'ladi va o'zgarish bo'ladi? Endi bu bolani avvalambor bolani o'ziga bog'lab, har xil sportchilar bor. Bu ba'zilari 1 oyda o'rganishi mumkin, ba'zilari 3 oyda, ba'zilari 1 yilda o'rganadi. Endi yana bir qator bolalarni o'zidan so'rab qo'ysangiz. Xo'p, chempion bolalaringiz bormi? Chaqiring. Ha, bor. Bahoray, necha yildan beri sport bilan shug'ullanasiz? 1 yil. 1 yil mobaynida qanday yutuqlarga erishdingiz? Viloyat chempionati, O'zbekiston chempionati, jahon Yutdingiz. chempionati yutdim. Ha? Birinchi. Xo'p, o'zingizni tengdosh yoshlarga, o'zingizdaqa bolalarga sportga kelish uchun nima maslahatlar berasiz? Menga o'xshagan yoshlarga kelishini tavsiya qilaman. Aha. Menga o'xshab O'zbekiston bayrog'ini tepalarga, ko'klarga ko'taradi va sog'lom bo'ladi, jahon chempioni bo'ladi. Albatta bu videoga bitta like bosib, o'zingizni ham farzandingizga ko'rsatib qo'ying. Qarang, 6 yoshgacha o'sha O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib yuribdi. Agar siz ham o'z farzandingiz sog'lom chempion bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, Niginaxonga murojaat qilaverasizlar. Manzil qayerda? Farg'ona tumani Avval qishlog'i 39-maktab sport zalida 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan farzandlarni qabul qilishaveradi, kelaverasizlar.